Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter vaskalari ham o'qirmanlar. Bugungi soat darsimizda sizga Java program yozish uchun kompyuterda programlaydigan muhitni barpo qilish to'g'riliq saboq beraman. Ikkinchi dars, ya'ni lesson 2, Java Development Environment Setup. Buningki Uyg'urcha ma'nosi Java yumshoq detal laylash muhitini qachalash. Siz bu torbetga xohlagan vaqtida kirib mazmun ko'ra olasiz. Men bu torbetga kirdigan bir oson usulni deb beray. Siz o'zingizningki shu torbetni ochadigan mayli Google'niki Chrome bo'lsin yoki boshqa Mozilla shirkatiniki Firefox bo'lsin. Siz tor ochadigan shu yumshoq detalni ochib shu adresni kirgizsiz. Bu https qo'shcheket yantoz siziqdan 2 github.com andin siziq Uyg'ur School deb mana bassangiz. Shu Uyg'ur School torbetninki Java programmasınınki əmli programmasını shu torbet qo'yaman. Mushni ochgandan keyin bu yoqda basic Java course deydi. Ya'ni Java programlaylash asosi degan darslik bu. Mani ochgandan keyin siz shu betga kirasiz. Bu betga kirgandan keyin bu yoqdagi wiki degan ulanishni ochsangiz, o'ng tarafda mana lesson 1 degan oldingi soatda deb o'tgan darslik, lesson 2 degan bugungi soatda o'tadigan darslik Java Development Environment Setup. Mushni cheksangiz, mushu bet ochildi. Undaq bo'lsa darsimizni boshlaylik. Lesson 2 Java Development Environment Setup. In order to develop Java applications, you need to set up Java development environment on your computer. Bunun ma'nosi Java programı yozish uchun siz kompyuterga Java yumshoq detal laylash muhitini barpo qilishingiz kerak. Bu yerda qisqacha so'zlab o'tay. Java'ning o'zi yumshoq detal laylash uchun bir berilgan program tili yoki bir qural. Biz odatda yumshoq detallaylash uchun shu programniki til bo'liqiga ehtiyojimiz tushadi. Ham shu program yozadigan bir muhitni barpo qilishimiz kerak. Odatda siz kunlik turmushingizda nurg'unlagan qattiq detalniki projektni tugatasiz. Masalan, uy solasiz. Uy selish uchun uyga yog'och kerak. Uyninki ostidagi qurilmasini qurish uchun qum, tosh, shexil kerak, sement kerak degandek narsalar hammasi lozim bo'ladi. Ham nurg'unlagan uskunlar kerak. Yumshoq detal laylash uchunmi sizning kompyuteringizga shu yumshoq detal laylashga zarur bo'lgan qurollarni siz qachirishingiz kerak. Ya'ni amli qo'llanishchan programlarni qachirishingiz kerak. You need to install following applications on your PC. Siz tuvandagi yumshoq detallarni kompyuterga qachilaysiz. Birinchisi bu Java JDK deymiz. Bu Java JDK degan Java programma tilininki lug'at tarkibi ham iqtidor bo'laqi. Siz oldingi soatdagi sinig'a obdan diqqat qilib anlagan bo'lsangiz, balki mes qilgansiz. Java'da programlaylash uchun siz shu Java programlaylash tilininki bizga ta'minlab bergan ko'p ishlatiladigan lug'at tarkibi, grammatikalik qurilishi ham iqtidor bo'liqini bilishingiz kerak. Shu Java JDK'ni biz sesimizga qachilganda, ondan shuningki lug'at tarkibi ham iqtidor bo'liqini qachilishni ishlashga bo'ldi. Tuvanlikda bu
ulanışını köstüp koydum. Şu ulanışın üstüge birini çekip assanız mı buludu. Yoki men sal turib Google orqali qandoq echib qachlashni amli köstüp qo'yman. Bu birinchisi qachlaydigan qural Java JDK. İkincisi Apache Maven degan bir quralni qachlaymiz. Apache Maven degan Java programlarının til bulqini boshqarish, programmini ijro qilish ham programmini pakizlash qatorliqlarda ishlatilgan qural. Apache Maven shu Java'da amli qo'llanishchan programlashda intayin jiqishlanadigan bir qural. Buni chuqur bilishingiz kerak. Balkim siz dastlab mezgillarda buning rolini ancha tushunmaysiz. Java darsimizniki mazmuni cho'nqurlashgan sari men sizga tafsili tushuntiraman. Apache Mavenni shu ulanishdan tushirib qachasangiz bo'ldi. Men sal turib amli mahsulotni ko'rsataman. Üçüncü qaçlaydigan qural IntelliJ IDE yoki Eclipse. IntelliJ IDE or Eclipse. Hozir shu Java'da program yozganlar shu ikki quralniki birisini ishlatadi. IntelliJ IDE yoki Eclipse deb. Bu Eclipse'ninki o'zi haqsiz. IntelliJ IDE'ninki haqsiz, haqli qismi bor. Biz haqsiz qismini qachlab ishlasak bo'ladi. Bu Java program yozdigan, iqtidor intan kuchli bo'lgan yumshoq detal loyihalash supsi. Men sizga deb o'tgandek, masalan siz bir uy solaman desangiz, uniga nurg'ulagan xish, kesak ketadi, qishni yasash uchun uniga qilib ketadi, kesak yasash uchun uniga qilib ketadi, yog'ochni kesish uchun uniga ari ketadi, degandek shu narsalar lozim. İşte bir supi lozim. Biz Java'da programlash uchun shu IntelliJ IDE yoki Eclipse degandek bir supi lozim. Buni siz tuvandagi ulanishdan ko'rsangiz bo'ladi. Shu darsni men Uyg'ur maktab, ya'ni Uyg'ur School Chekit.com torbetiga chiqaraman. Shu sinni, shu torbatdan ko'rsangiz bo'ladi. Undaq bo'lsa tuvanda biz bir-birlab shu qurollarni qachalayli. Ekranga diqqat qiling. Meniki kompyuterimda ko'rib turibsiz. Mening kompyuterimda masalan IntelliJ IDE deganni men qachlab bo'ldim. Uningdan boshqa masalan men Java'ninki masalan bu yoqda Java tartib version deb olsam, masalan Java'ninki bu til bulqi ya'ni JDK hamisi qachlanib bo'lgan. Shunlashqa men bu qachlab bo'lgan kompyuterga yana qayta qachlay desam, sistemadan asliligini o'chirsam bo'ldi. Men buning oldini olish uchun Amazonda bir mavhum bir kompyuterni qachladim. Men shu kompyuterda sizga ko'rsatib qo'ymoqchi. Tuvanda ko'ringiz, bu Amazon Workspace deydi. Buni sizningki hozircha bilishingizniki zaruriyati yo'q. Agar buni bilib olay desangiz, Google orqali Amazon Workspace degan nima desangiz, ya'ni siz Amazonga ozroq pul to'lasangiz yoki haqsiz holatda shu Amazonninki bir mavhum kompyuterini ishlatalaysiz. Undaq bo'lsa tuvanda biz bir-birlab ko'raylik. Oldi bilan men Google'niki shu Chrome'ni ochay. Ya'ni Google'niki Chrome browser. Undaq bo'lsa birinchi bo'lib biz JDK'ni qachlayli. Masalan, men google.com'ni ochdim. Google'niki asliki betiga kirgandan keyin mayaqdan Java JDK bizning qachirganimiz 1.8 nusxasi. Bu 1.8 ni bassam, birinchi ulanishda mana Java SE Development Kit 8 deb ko'rindi. Mushni bassangiz bo'ladi. Aning keyindan mana Java'niki Development Toolkitni tushiradigan o'rin. Buningda biz o'tir qismida Java SE Development Kit 8U 181 degani Java'niki 1.8 shu nusxasini tushiramiz. Sizningki hozirgi kompyuterning ko'pincha 64 bit bo'ladi.
Agar siz burunqi konu kompüterlab qalsa, balkim 30 bo'lishi mumkin o'zingizniki kompüterniki ahvoli qarab qanchasini bo'ldi. Men ma bu Windowsniki 64 mani tanlayman. Bu yoqda you must accept the Oracle binary code license agreement deydi. Degani siz mushu sistemni tushirishning oldida mushu sistemni tushirishdagi ba'zi shartlarga qo'shilishingiz kerak. Managa men accept qo'shilaman dedim. Degandan keyin mani ulanishni cheksam hozir bu endi ekranniki ostiga kirib boqaylik. Bu ekranning ostiga chiqmabdi. Bu yoqdan download deganni kirib boqaylik. Mana hozir birinchisi tushib yotibdi. Bunga 22 sekund qolibdi. Bu birisi. Endi ikkinchisiga biz IntelliJ ID'ni tushiraylik. Bundan www.checkit.google.com ga berib, bu yoqqa IntelliJ IDE deb bassak, internet basaylik. Basqandan keyin mana shu birinchi torbat IntelliJ IDE. Bunun ichida download deydi, tushirish. Shuni bevas bassangiz bo'ldi. Yoki bu ustidagi ulanishni chekib, ondan ko'ringani bizning torbatni ishlatishga sen qo'shilamsan deydi. Albatta bunga biz qo'shilishimiz kerak. Shunga ma'noga bo'ladi deb ekranni men sal cho'ngaytay. Show full screen. Bu hozir yeni bir ekranga o'tib ketibdi. Buni asliga qaytaraylik. Managa men qo'shildim deb. Managamda download, ya'ni mana tushirman degandan keyin bu bizga ikki nusxasini chiqarib berdi. Ultimately buni pul to'laymiz. Bu haqliq. Bu community degani bu yaxshi taqatgan. Shu download degani besib, communitynikini tushiraylik. Mana tushirgandan keyin hozir bu yoqda mana 17 sekund tushib bo'ldi ekan. Buni surati intayin tez hozir to'rniki. Bu ikkinchisi. Endi uchinchisi hozir biz buningdan bu Apache Maven'ni tushiramiz. O'xshashlar shu torbatda chekit google.com'ni ochdim. Ochgandan keyin bu yoqqa Apache Maven deganni yozsangiz chiqadi. Chiqqandan keyin birinchi bet. Masalan Apache Maven'ninki welcome to Apache Maven. Buniki download deganni bastık. Ondan hozirgisi Apache Maven'ninki 3'te 5 4 nusxası ekan. Shuni ko'rsak bo'ladi. Buningdan biz bu Windows'ga oid qismini tushirsak bo'ldi. Masalan binary zip archive degan. Apache Maven 3'te 5 4000. Bu Apache Maven'ninki tafsilotini men keyin deb o'taman. Hozircha shuni chuqur tushirganmiz deb bilib olsangiz bo'ldi. Masalan, meni hozir menga tushirdim. Shuna qilib biz hamda JDK'ni tushirib oldik. IntelliJ ID'ni tushirib oldik, Apache Maven tushirib oldik. Endi tuvanda shuniki men sistemaga qanday qachlashni sizga ko'rsatib qo'yaman. Bu torbat ochadigan sistemani o'chirib o'tay. Bu yoqda download in progress degani hozir bir narsa tushyotdi, chiqamsan deydi. Yo'q, continue downloading ma'nosi yana davomli izchil turda buni tushirman deyli. Hozir uchinchisi texnik to'liq tushib qolmabdi. Shunlashqa bizga agalanish chiqibdi. Undaq bo'lsa hozir tushib bo'ldi. Mana endi o'chirib o'taylik. O'chirib o'tgandan keyin
Biz endi tövende muşunu qaçılaylı. Ma bu sistemada hazır meyaktan qaraydigan bolsak, meyaktaki download mana buningda hazır tushib bo'pti. Biz oldin bir-birlab qaçılaylı. Java'niki JDK'ni qaçlaymiz. O'ng tarafni besib, mouse'niki meyaktaki run as administrator mani bassız. Basqandan keyin bu ekranda ko'rligini user account control. Yani do you want to allow this app to make changes to your device state? Şu programınki sesimiz o'zgartishni qo'shilamsiz deydi. Buni yes deymiz albatta. Yes demisiniz buni qaçılab ko'rishga bo'lmaydi. Azimda sistema men vajidi. Odatda sistemaga qaçaganda shu next deganni bossangiz bo'ldi. Masalan next bunun biz bütün kuralını qaçlaylı. Ma bu olunuştan. This feature and all sub features will be installed. Bunun barlıqlarını qaçlayman. Source code Java'niki programmasının barlıqını qaçlayman. Ondan public GRE. GRE degan Java runtime environment. Yani Java'nı icra qilish uchun zarur bo'lgan muhit programmasi. Bununla this feature and all features will be installed. Hemen next'ni bastık. Şundan hazır Java'niki qaçılaş men vatıdı. Odatda Java şu her qandaq o'rinda ko'p ishlatildi. Masalan, sizning telefoningizning sistemasi mi Java bo'ladi, mashinaniki motordimi balkim bo'lishi mumkin. Her qandaq yerda Java ishlaydi. Shunga Java'ni aytdi kengri ishlatildi. Java'ni o'rganish intayin muhim. Mana hozir OK'ni bastık. Mana bu Java'ni tuvandagi mundarja ko'chiramsan deydi. Destination folder degan nishon mundarjadan gap. Mana next'ni bastık. Odatda o'zgartishsiz bo'ldi. Mana Java 3 billion devices run Java deydi. 3 milyard üstünde Java programması işlendi ekan. Mana hozir installing Java deydi. Java'ni qaçlagandan keyin biz Java'niki qaçlangan, qaçlanmaganligini ondan şadan ko'ramiz. Hazır mı Java'niki qaçlash jarayoni. Java qaçlanıp oldu. Close'ni bastık. Endi unda olsa Java'niki qaçlanganini qandaq bilamiz. Java'ni qaçlap bo'lgandan keyin siz bu Windows'ning o'ziniki şu izleş orunda CMD deb bassanız CMD degan şu Windows'niki buyruq programmasini açsanız mana command prompt deydi. Mana icra qilayli. İcra qilgandan keyin hozir masalan Java teritativ version yana nusxasi deb bassanız mana Java'ningki şu nusxasi 1.881. Eğer şu Java'niki nusxasi chiqmasa, sizningki sistemingizda odatda Java qaçlanmagan bo'ladi. Mana bu hozir Java'ni qaçlab bo'ldik. Mush orqali Java'niki qaçlanmaganligini sinaymiz. Hozir Java yana qaçlanib bo'libdi. Mani ücretli ko'znakni. Endi ikkinchisi ma IntelliJ ID buni qaçlaymiz. Buni o'ng tarafni chekib run as administrator, yani sistem boshqaruvchisi qaçlayman deb ijro qilamiz. Buni yesni bastık. Welcome to IntelliJ ID Community Edition setup degani. Şu IntelliJ ID'ninki haqsiz nusxasini qaçlashdan gap. Mana next'ni bastık, yani keyingi qadam. Yine next keyingi qadam.
Odatda siz shu nextni besiyorsanız bo'ldi. Biz sistemaga 64 bitlik programni ochadigan bir icon, ya'ni rasm chiqaraman desak bo'ladi. Endi buniga Java program chiqarib etish kerak. Mana nextni bosdik. Mana JetBrains degan shu programning ismi install. Buningki qachalash surati munoyati tez bo'ladi. Hozir mana qachlanadi. Mana qachlanishdan bir vaqtida biz Apache Maven'ni qachlaylik. Apache Maven'niki qachlash jarayoni ozroq murakkab bo'ladi. Buni men sizga shu tordan ko'rsatib qo'yay. Mesela şu Google'ninki torbetini açıp hem de bizim bu to'liq ekrandan chiqaylik hozir. Mushuni açıp, mushunda hozir siz Google'ninki bitini ochgandan keyin bu yoqqa how to install Apache Maven on Windows deb bassangiz, ya'ni Windowsga qanday qachilayman deb bassangiz, shu torda mushuni qachlash usuli bor. Ma odatda mana ma torbatda chiqibdi. How to install Maven on Windows deb. Bu torbatninki ismi ma'yilki mkyoung.com degan torbat ekan. Mushu torbatni men ko'p ishildiman. Siz mushuni ochib, mushadagi degan bo'yicha qachsangiz bo'ldi. Mana ochaylik. Mana debdi how to install Maven on Windows. Bununla to install Apache Maven on Windows, you just need to download the Maven zip file, unzip to the directory you wish to install and configure debdi. Biz hozir buni tushirib bo'ldik. Buni tushirib bo'lgandan keyin hozir oldi bilan unzip degani mana bu zip o'chdi. Buning o'ng tarafini chekib biz odatda sizniki kompyuteringizda mana 7zip degan program bo'lmasa mumkin. Lekin extract all degan mushu bor. Ya'ni mana zip o'chitini, presslash o'chitini men ochaman degan gap. Mana extract all qilaylik. Mushu Apache Maven'ga, mushuning ichiga mushaga men yeshib chiqarman desak bo'laverdi. Mana extract. Hozir mana zip o'chitini endi biz presslagan o'chitini yeshivyapmiz. Birinchi qadamda buni qildik. Hozir o'ng'icha IntelliJ ID'mi qachlanib bo'pti. Ma Apache Maven'ni qachlab bo'lgandan keyin endi men qanday ishlatishni davomli so'zlab o'taman. Mushu 3 qurolni qachlash intayin muhim, chunki 3 qurolni JDK, Apache Maven, IntelliJ ID'ni qachlab bo'lgandan keyin Java programmasini biz rasmiy yozish o'tamiz. Mana hozir mani shu ostiga mamshaga akaldim. Men buni o'zimniki qo'llab bo'lish uchun bir mundarja ko'chiray. Meniki ma kompyuterimda hozir this PC deganni ossam deepend bor ekan. Shuni men shuni deependga ko'chiray hozir. Masalan shu Apache Maven'ni o'ng tarafini chekib, ma copy'ning o'zi ko'chirma degan gap. Ma deependga akilib deependning o'ziga men o'ng tarafini cheksam ma paste, ya'ni nimshaga chaplayman degan gap. Hozir ham ma Apache Maven'niki biz programmasini ma o'ringa qachildik. Tushirgandan keyin amdikin navbatda qanday qilamiz deganda biz amdiki navbatda bizniki qildigan ishimiz hozir mushu torbatda degan bo'yicha oldi bilan ma ikki Java'niki ma Java Home degan bir muhit miqdorini buni qachlaymiz. Buni men sizga burun Windows
dersida deb o'tgan shuni ko'rsangiz bo'ldi. Hozir shuni men qilib beray. Masalan, bu Java Home degan meni ko'chiray, o'ng tarafni chekib, copy qildim. Endi bu yoqdan biz hozir bu IntelliJ IDE'ni tugab bo'libdi. Mana finishni qildik. Masalan, shu kompyuterningki hozir bu yoqdan men izlashdan my PC deb izlay. Mana this PC. Yoki PC deb yozsangiz ham bo'ladi. Chiqqandan keyin mana this PC deganda o'ng tarafni chekdingiz. Ma properties xosligini ochgandan keyin bu yoqdan advanced system settings, ya'ni alayda sistemni xoslashtirish, o'zgartirish. Bu yoqdan oldin bu yoqdagi environment variable, ya'ni muhit miqdorlari miyaga ko'chiramiz, miyaga. Shu system variable degan obaq ko'chirib olaverin. Miyaga Java Home deyli. Masalan, new. Yangidan bir miqdor qurman. New'ni qildik. Ma variableniki o'ziga mana Java Home qildik. Ma variablening valuesi browse directory bir mundarjini ko'rsatang deydi. Biz mundarjiniki o'ziga hozir this piece'ni ochdik. Ochgandan keyin biz Java'niki qochlangan o'rinni ko'rib aqili. My user Java'niki programmasi bu yoqda chiqmabdi, lekin Java'niki programmasini biz bilalaymiz. Masalan, hozir bu sistemni qarab baqayli. Mana bu moshni kichirgan Java'niki programmasi. Ma pass deganda turadi. Mana masalan men edit qilib Java'niki o'rni mana shu ekan. C ma'nosidagi Java pasganda men mana ko'chiray hozir. Mana edit qilib mana ko'chiray. Mana ko'chirib bo'lgandan keyin Ctrl C ni bosdim. Biz bu yoqqa qilayli hozir. New qildik. Bu yoqamda Java Home qildik. Andın bu yoqqa mana chopladik. Maninkini hamda OK. Hozir mana Java Home'ni qilib bo'ldik. Endi yana qilgan ishimiz ikkinchi qadamda biz Apache Maven'ni tushirib bo'ldik. Tushirib bo'lgandan keyin ikkinchi qadamda bizningki ne qilgan ishimiz bu yoqqa ikki mundarj qurganmiz. Ya'ni ikki miqdor M2 Home, Maven Home deydi. Bu ikkilisini ham abayqi Maven'ning mundarji qilganmizda. Bu M2 Home deganni ko'chirayli. Mana ko'chirib masalan bu yoqdan new qildik. M2 Home menda variable va browse directory. Bu deep'ning ostidagi mana Apache Maven degan mundarji ko'chirdik. Mana bu OK. Andın yana birisi undan boshqa Maven Home mana qildik emas. Mana ko'chirdik. Andın new qilib menga Maven Home browse directory maniki D Apache Maven. Mana OK qildik. Hozirda biz Java Home va M2 Sizlar Home, Maven Home degan ko'chirib bo'ldik. Endi oxirgi qadamda bizniki qildigan ishimiz shu M2 Home, Maven Home'ni biz sisteminingki pass degan shu mundarjiga qo'shimiz. Masalan, shu miqdor qo'shimiz. Buni qo'shgan vaqtimizda update pass variable append Maven bin folder debdi. Undaq bo'lsa hozir shuni men ko'rsatib qo'yay. Mana bu pass mana. Mana passni edit qilib, bu yoqqa buni qo'shimiz endi. Masalan, new qilamiz. Bu yoqqa qo'shgandan keyin bu yerga degandek mana bu person
Ege m2 home qilib percent andın bunun keyiniga binni qo'shdik. Andın mana okni bosdik. Yana bir kirib baqqali. Bunaqa m2 home'ni qo'shir ekanmiz, binni qo'shir ekanmiz. Endi qo'shgandan keyin mana bu Maven Terry version degan mushu buyruqni besib sinsak bo'ladi ekan. Şağana OK'ni bastık. Mana bu OK'ni muqimlashtirdik. Mana bu sisteminiki muhitni xaslashtiradigan mana ko'znakni etdik. Yani System Advanced System Settings'ni etgandan endi biz qachilgan sistemini bir aql kirib baqayli. Bu yoqdan abay degandek biz cmd degan buyruqni berib bu yoqda mvn terry version manında hazır deptu Java home environment variable is not defined correctly. This environment variable is needed to run this program deptu. Demek hazır Java home to'g'ri emas ekan deptu. Biz endi hazır Java ni besib baqayli. Emniyette Java programımız qarşılanıptı. Demek bizim sistemde xatolik ko'rilibdi. Undaq bo'lsa biz shu Java'ningki o'zininki qaçlangan o'rinni bir ko'rib baqayli. Java'ni tepib, anda shu o'rinni biz bekitsak bo'ldi. Java'ni tepish uchun odatda bu yoqdan biz control taxtasini, ya'ni control panel, control deb bassangiz control panel chiqadi. Bunun içinden bu yoqda Java chiqadi. Mana Java'ni boshqani ochayli. Java'ni ochgandan keyin mana bu Java'niki control taxtasi, ya'ni Java control panel. Buniki uchinchisi Java. Mana echib, mana view'ni olsangiz Java nega qaçlanıptı desiniz, Java'nın qaçlangan o'rni bu yoqda ekan. Biz xato mundarjini beribdik. Java'nın qaçlangan o'rni mana C ma mundarj ekan. Ma mundarj ekan. Şunu biz mush mundarjini ko'chiraylik hozir. Mana mesela find deganni bassak hozir Java'ningki o'rni mishar ekan. Biz hozir shuni ko'chiraylik. On tarafni mesela mana bu ondan sonra hozir ko'chirsak bo'ldi. Qarayli. Mana bu turaversin. Abayqi bu yoqdan PC'ni basay. PC on tarafni chekib properties xasligi ma advanced system settings o'zgartiraman. Ma environment variable mana bosdim. Ama Java home o'zgartirdi. Java home'ni biz shunga moslashtirib yozmasak bo'lmaydi. Ben o'zgartib endi bu yoqdan biz hozir buni sal kichikroq qilayman. Mana edit qilay. Qilgandan keyin hozir kirib turibsiz. Oldi bilan mana kirib olaylik biz o'rinni. O'rinni C program faylisiga mana edit qilib, mana hozirgi C program faylisining ichidagi mundarja Java'ning ostidagi bizningki ko'rsatganimiz biz mana o'zgartiraylik. Biz J2'ni qaçlagan, shunga bu yoqqa biz JDK andın 1 chekit 8 chekit 0 teri tartib 181 andın maniki 1000'ni qilsak bo'ladi. Mana OK'ni besib, mana OK'ni basdik. Mana cancel qiltayli.
MD sistemini biz ko'rib baksak bo'ladi. Bu yoqdan içip MD Java TRT atıp version'ni qilib baksak, Java chiqdi. MD mvn-version qilib bakılı. Yine Java home environment variable is not defined correctly deydi. Biz aldan Java'nınkini bir ko'rib bakaylı. Mana cp'ni açay. Açqandan keyin dir'ni açdım. Açqandan keyin cd program files. Men oldingi soatdagi videoda sizga do'st buyruqdan keyin mo'yinlig'in degan mana hozir ko'rib turibsiz. Do'stning buyruqlari mushtaq sistemidagi ba'zi narsa o'zgartirgan intay muhim. Hozir cd program files maniki ichiga kirdik. Kirgandan keyin buning ichida Java bor ekan, mana ko'rib turibsiz. cd Java dir. Bunun ichida JDK, mana bu JDK 1 ekan. cd JDK 1. And then mana kirgandan keyin dir and bunun ichida bin bor ekan. Demak biz JDK 1 ichiga kirishimiz kerak ekan. Undaq bo'lsa, mana biz chiqib, ya'ni exit orqali chiqib, anaga 1ni qo'shaylik. Bu yoqdan PC deganni bosdik. On tarafni chekib, properties, advanced system settings, environment variable, bu yoqdan Java home, edit, mana JDK Mushu mondarjini yana bir ko'rib bakılı. Bu nemishqa bu mondarja chiqmaygando deganga. Shaqdan cmdni besib biz ko'rib baksak bo'ladi. Mondarja to'g'rida qilib turdi, lekin bizning ekran ko'rilmaydi. C'ni bosdim. dir cd program files and then cd java dir to'g'ri ekan. JDK C'ninki program files. Undaq bo'lsa, bu yoqdan biz mushni mondarjni o'zimiz ko'rsataylik bo'lmasa. Mana browse directory qilib, bu yoqdan this PC'ni qilib, bu yoqdan bizga C diskga chiqmabdi hozir. Biz bu yoqdan browse file'ni qilib bakılı, chiqamdi. Shundan biz masalan binni bassak, open, buni qayta bir qilaylik. Masalan browse fayli qilib, bundan xohlagan bir Java'ni qilaylik. Mana bu Java eksimani qilsak bo'ladi. Yoki mushu mondarjning o'zini qilaylik hozir. OK'ni bosdik. Okay. Balkim sistemni qaytadan qo'llashimiz mumkin. Chunki Java'ni qilib olgan ekan. Mana OK'ni bosib, endi bundan masalan Java deb bossak, Java chiqdi, mvn version. Mana Java home is not defined, should point to JDK not JRE deydi. Yana bir qatim o'zgartirib bakılı. Balkim sistemni qaytadan qo'llashimiz mumkin. Sistemni qaytadan qo'zg'atsam, mana bu video o'chib ketadi. Shuni men qayta qilib bakılı. Mana Java home, bu yoqdagi mondarj to'g'ri ekan. Edit qilib, JDK ma'nosidagi masalan bin degan mondarji bor. Bin. OK'ni bosdik. OK'ni bosdik. Mana OK. Mana hozir endi biz asli mana bu
MVN version deb bassak, shundaq sistemaga chiqishi kerak. Chuqur sistemani qaytadan qo'zg'atishim uchun sistema shuni talab qildi. Hozir undaq bo'lsa, bu sistemani qayta qo'zg'atsam, bu programma bu Windows sistema o'chib ketadi. Shuning uchun men o'zimning aslidagi qachilab bo'lgan sistemasini ko'rsatib qo'yay. Mana bunda Java Home'ning o'zi shu JDK'ning o'ziga bo'lishi kerak ekan. Buni yana bir qatim sinab boqib, bo'lmasa men aslidagi sistemani ko'rsatib qo'yay. Environment variable Java Home edit bizniki mushu darja bo'lgandan keyin mana OK ni bosdik, OK ni bosdik, OK endi qilib balkim bo'lmasa mumkin, bo'lmay qolsa men mana aslidagi sistemani ko'rsatib qo'yaman. Mandan cmd ni bosdik, command prompt Java mana siziq version Java qaçılınıptı. Endi MVN teri version desek qarang, mana hozir sistemamni to'liq ishlatdi. Demak, bizniki qaçılını to'g'ri bo'ldi. Hozir endi mana Java'niki version bo'lib qaçıldik, mana bu Maven qaçıldik, mana Maven'niki o'rni mana D diskininki mushu darajada, mana Java'niki nusxasi biz mana darajang ostida Windows sistema. Undaq bo'lsa biz hozir butun muhitdagi narsani qashlab bo'ldik, bir programmani yozib boqaylik. Hemen o'chirib o'tay. Endi men IntelliJ ID ni ochaylik. Birinchi qatim qo'zg'alganda sistema balkim asta qo'zg'aldi. Ma complete installation ediyor. Yani qaçlashni oxirlashtirsan gap. Buningga do not import settings. Yani burun biz qaçlagan bo'lmagandan keyin buningga OK. Men shu hech qanday narsani kirgizmayman deymiz. OK ni bosdik. Bosgandan keyin hozir endi program ochilishi kerak. Ochilgandan keyin managa accept deydi. Yani JetBrains privacy policy. Siz chuqur shu sistemni ishlatadigan tüzümge bo'ysunsiz degan gap. Odatda ko'pincha shu ko'znakni eng tuvangi serib, mana sersiz ma accept qo'shilaman degan knopka chiqadi. Ma data sharing, ya'ni siz ishlatgan uchurlarni shu shirkatlar o'rtoqlashingiz bo'lamdi degan gap o'zingizning ixtiyori. Odatda do not send desangiz, yo'q men uchurni avatmayman desangiz, do not send bossangiz bo'ldi. Odatda endi uchurni avatsingizmi, ular sizniki shaxsiy uchuringizni ko'rmaydi, faqatla shu sizning ishlatish uchuringizni ko'rdi. Mana tunji qatim yechilganda customize IntelliJ ID deydi. Buningki ma'nosi shu sistemni o'zingizga xoslashtiring degan gap. Odatda biz mana sol tarafdagi set default, ya'ni shu aslidagi sistemni belgilab bergan ishlataman deb mana bossangiz bo'laverdi. Mana hozir tunji qatim ochilishi IntelliJ ID Community Edition. Mushu ishlagandan keyin biz oddiy bo'lgan bir Java programmasini yozib boqaylik. Anikendan bu programni ijro qilgandan keyin biz bilamiz. Masalan, maningda welcome to IntelliJ ID deydi. Ya'ni create new project, yangi bir project qurman. Import project, asli bo'lgan projectni ochaman. Open degan gap ochaman yoki agar programma ma'lum bir version control, ya'ni programmani saqlaydigan bir o'rinda bo'lib qolsa, shuni ochmayman degan gap. Biz yangidan project quraylik, create new project. Biz abay degandek, biz Mavenni qachilagan, shunga Mavenni tanlaylik, Maven project. Andima project SDK. Project SDK degan nima deganda abay deb o'tgandek, Java'ni ishlatish uchun Java'niki til bo'liqi bo'lishi kerak. Ya'ni biz JDK'ni qachildik. Mayaqtilla bu ma'niliq inglizcha drop down list deymiz.
mana assangiz hozir ko'rinmadi. Ko'rinmagandan keyin biz bu yerni tanlasak bo'ldi. Masalan, mana download qilsangiz tushirsangiz bo'ldi, bu tushirib qo'ygan. Bu yerdan biz new qilib, mana C diskining ostidagi program faylisining ostida Java'ninki ostida JDK bor. Shuni tanlasak bo'ldi. O'kin tanlagandan keyin mana hozir mana 1.8 nusxasi chiqdi. Next'ni bosdik. Keyingisi bu yerga group ID deydi. Buni men keyin tushuntirman hozircha. Bu yerga masalan group ID'ga masalan com check-it Uyghur School deb yozay. Ya'ni Uyghur School'ning ostidagi bir programma deyli. Buning artifact ID degan programni ijro qilganda ya'ni programni package qanday ishlatadigan ism. Masalan buningga Java siziq application deb olsak bo'ladi. Buni men keyin tushuntirman. Hozircha bitta yozib qo'ying. Java program degan gap. Ma snapshot degani bizning tunji qadimlik nusxasi. Nechinchi qadim nusxadan gap. Bunga next'ni bosgandan keyin ma project name. Projectning ismi Java application. Buning project location, ya'ni bu projectning o'rni, D ning ostidagi user degan mundarjang ostidagi Selenium master mundarjang ostidagi IDE projects, mushu mundarjang ostidagi Java application. Mana finishni bosdik. Shunday qilib hozir mana bu ekranda ko'rinildi. Mana bu show tips on startup deydi. Buningga men close qilib o'tay. Odatda Maven'ning bu yaxshiri keyin tafsili bilasiz. Programmani odatda mana shu ishlatish jarayonida nurg'ulg'an til buluqini, mana shu Java programning buluqini tushirsiz. Buni inglizcha dependency deymiz. Buni mana shu pam check-it XML, buni inglizcha pam.xml deymiz. Mana shu yerga saqlaymiz. Hozircha bu yerga enable auto import degan talab qo'yib turli. Yani avtomatik holda til buluqini qachlayman degan gap. Undaq bo'lsa biz bir programni kirib boqaylik. Masalan, ma view'dan ma bu project deganni cheksak, ya'ni ma shu projectningki tuzishini ko'raman deb. Mana bu ochildi. Java application. Odatda ekran sal qorong'u ko'rinib qolsa, siz buni o'zgarsangiz bo'ladi, o'zingiz qarab. Bunu o'zgartganda ma bu file degandan ma widget ma yoqdan settings degan xoslashtirma, ya'ni o'zgartma degan gap. Bu settingsdan ma appearance degan gap, masalan ma sim, ya'ni qaysi shaklga o'zgartish deganni, masalan ma IntelliJ ID deb mana tanlasangiz, apply. Ana keyindan mana hozir okay, mana hozir ekran yo'q, oq ko'rindi. Buni ko'migimiz oson bo'ladi. Undaq bo'lsa biz birinchi eng oddiy program yozib boqaylik. Masalan, ekranga men bir quruq xat chiqarib boqay. Mana yoqdagi main, odatda Java'da, Maven'da siz bir project qurganda, mana bu source degani src kodni yozasiz, application ya'ni programniki kodni. Mana test deganda o'zingizning programingizni tekshiradigan kodni yozasiz. Hozircha men testni so'zlayman. Testni keyin so'zlayman. Men Java'ning bir so'zlab turay. Hozircha shuning ostiga bir odatdagi bir program yozib boqaylik. Masalan, Java'ni o'rganish taslimas degan bir xatni chiqarib boqaylik. Men oldingi soat deganda Java'ning o'zi bir obyektni asos qilgan programma, bir obyektni klass bilan quramiz. Shuni o'ng tarafni chekib Meyatki new, yeni kurman, yeniden bir obyekt kurman, Java class. Yani bu obyektin ismiga, mesela, meninki birinci program deb isim qo'yaylik. Mesela my first program deb. Yoki my first Java program degan, shu bir obyektni qurib boqaylik. OK'ni bosdik. Bosgandan keyin odatda inglizcha shu Java programmasini ijro qilganda buniki ijro qiladigan bir muqim shakli bor. Buni biz public static ko'rib turibsiz. Odatda siz bir narsani
bassınız şu çıkıp turdu, talasınız buldu. Static void, mana void'ni bastınız. Andın main main basqandan keyin mainning ichiga mana string buni keyin o'taman, hozircha mushtaq yozib tursangiz bo'ldi. String mega arguments andin mana tırnaqni yapamiz. Mana gullik tırnaq, buni inglizcha curly bracket deymiz. Undan sonra yozib baqili. Masalan, systemga system degan systemga chiqarmagan gap check it out andin print, ya'ni besib chiqaraman. Elen degan gap mushu quruq besib chiqaraman, ani qura almashtiraman. Masalan, managa bu mening birinchi yoki bo'lmasa bu mening birinchi Java program deb yazaylik. Yana masalan system check it out print elen yoki masalan agar vaqt chiqarib o'rgansangiz Java test emas deb shuni yozdik. Oldingi soatdagi darsimiz degandek, har bir Java programmining keyinda mushtaq chekishlik pashlarni to'xtasiz. Azma bizning odatdagi bir program bitdi. Men yana programmani davomli so'zlayman. Hozircha mush sistemini muhitniki to'liq barpo bo'lgan bo'lmaganligini sizga tushuntirish uchun mushni yozdim. Endi men ijro qilay. Masalan, yoki run degan ijro qilsang gap yoki o'ng tarafni chekib mana run degan bossangiz bo'ldi. Birinchi program ijro qilaman deb. Mana basaylik hozir. Mana build deydi. Java hozir shu programmani ijro bo'lgan programga aylantirdi. Endi kirib baqili. Java ijro bilan bo'lmamdi. Mana bu meningki birinchi Java program. Agar vaqt chiqarib o'rgansangiz Java test emas deb chiqdi. Demak bizniki Java muhiti hozir to'liq barpo bo'pti. Yani masalan mushuni ijro bo'lgandan keyin shuni bilsangiz bo'ladi. Odatda Java'ni da siz program yozish uchun shu 3 qurolni chuqur qachilaysiz. Yana bir qatim deb o'tay. Qachilaydigan qurollarninki birisi Java'niki JDK. Buni motorbatdan tushirsangiz bo'ladi, Oracle'ninki. İkincisi Apache Maven. Buni Apache'ninki torbatdan tushirasiz. Buniki sistemaga qanday o'rnatishni shu videodan ko'ring. Üçüncüsü IntelliJ ID'ni tushirasiz, buni qachilaysiz. Qachilab bo'lgandan keyin andin siz o'zingizniki sistemasida shu qachilangan Java, JDK, IntelliJ ID, Maven'ni sinaysiz. Java'ni sinaganda nihoyatda oson. Odatda shu sistemada siz Java teritatif version, yani Java'nın nüshasini chiqadi. Andin mvn-version deb basınız. Maven'niki chiqadi. Chiqqandan keyin siz shundan ikkisiniki qachigan bo'lasiz. Andin IntelliJ ID'niki qanday qachilangan, qachilmaganligini bilish uchun siz IntelliJ ID'ni qachilab, shunday bir programmani yozib baqsangiz, program ijro bo'lsa, andin sistemingiz to'liq qachilangan bo'ldi. Shunday qilib bugungi darsda Java programı yozadigan muhitni qanday barpo qilishni sizga so'zlab o'tdim. Bu qatimki darsimizningki vaqti sal uzun, chunki tunji qatimliq shu muhitni barpo qilish intayin muhim. Darsimizningki davomini keyingi qatim yana anglaysiz.